Assalomu alaykum. Birodarlar, bardammisizlar? Xonadonlaringiz tinchmi? Xo'p, ko'pchilik birodarlarimiz hushini ichi o'tib qoldi, hushim shumshayib qoldi, nima dori beray degan gap bor. Shunga o'zimni alhamdulillah bir vallohu alam tajribamdan kelib chiqib sizlarga bitta dori aytaman. Nima deydi? Retseptida asosiy nimasi foizi daktasiklindan tashkil topadi. Daktasikling o'zimiz aptekalarda как бы antibiotik sifatida sotiladi. Lekin u aslida o'zi men sizlarga tavsiya qiladigan dori o'zi aslida kaptardi dorisi. Shu endi как бы nimasini kuchini kamaytirib turib kaptarga moslashtirilgan u dori. Lekin asosiy tarkibi 95% mekin daktasiklindan tashkil topadi. Men to'g'risi bu narsani o'sha paytda Rossiyani dorisi bu. Mana Respivit Extra deb qo'ygan ekan. Kaptardi dorisi bu. O'sha paytda chiqqanimda Rossiyada unaqa forumlariga chiqib topganman-da bu dorini. Qaysi dorini bersa bo'ladi, qanaqa. Keyin shu o'zimizdan topildi. Mana xudo xohlasa sizlarga ko'rinyaptimi, yo'qmi? Ko'rinmaydi-da hozir. Mana men 2024-yilda olgan ekanman. 2024-yilda emas, 2024-yilgacha ekan. O'sha paytda olganimda 2022-2023 olganman-da bu dorini. Srogi 2 yilgacha edi. Keyin buni idishiga olib kelib to'kib qo'yiraman. Respivit 4/1. Mana Respivit Extra 4/1 deb qo'ygan. Sizlarga qanchalik ko'rinyapti bilmayman. Xudo xohlasa qushlarni qirilib qolishi, big'illab qolishi, shumshayishi, ichi o'tishi o'ta ko'p narsalarga. Qushlarda haligi chiyillab qoladi-ku, chiyillab qolishiga haligi o'ta zo'r ta'sir qilgan. Tavsiyam, mana misol uchun xudo xohlasa 3 yillik, 4 yillik tajribadan o'tgan, alhamdulillah. Respivit 4/1 beringlar. Keyin xudo xohlasa bu antibiotik-ku. Antibiotikning hisobiga ko'p qushlarda antibiotik bersalaring, qushlarning urug'iga ta'sir qilib qo'yadi. Misol uchun nar ichadigan bo'lsa, yoki modada bilmayman, nar ichadigan bo'lsa, qushning tuxumiga urug' o'tmay qolishi mumkin. Bunda xudo xohlasa berganmiz, kimga aytilgan dozada bersalaring, xudo xohlasa nasib bo'lib qolsa, qushlarga zo'r ta'sir qiladi. Keyin turishli misol uchun qanday holatda beramiz masalan, qushni misol uchun chanqatasizlar. Mana misol uchun deylik, agar profilaktika qilaman desalaring ham bo'laveradi. Mana misol uchun men har yili sezondan oldin bitta profilaktika qilib yuboraman qushlarni. Qanday qilasizlaring? Men ertalab olib qo'ydim. Yoki ertalab bas ekan. Kechasi polni yig'ishtiraman. Misol uchun asrda polni yig'ishtiraman qushlarning suvini. Olganimdan keyin qushga yana ertalabda o'zi qushlar chanqab turgan bo'ladi. Dorini tayyorlayman-u, berib yuboraman hammasiga. Bu dorini turish muddati 8 soat. 8 soatdan keyin dori qizarib ketib qoladi. Keyin quyosh to'g'ri tushadigan joyga qo'yish kerak emas. Quyosh nuri tushdimi, dori qizarib ketib turib, reaksiyaga kelib qoladi. Imkon qadar qush qo'yaligi quyoshga tegmaydigan joyda turish kerak dori berilgandan keyin. Berdilaring, chanqab turibdi, ichida 8 soat turadi, dorini suvini yig'ishtirib olib qo'yasizlar. Xuddi shu narsa ketaveradi. Kunduzi berasizlar, kechasi olib qo'yasizlar. Kunduzi berasizlar, misol uchun deylik, 5 kunmi, 7 kunmi qushlar ishlatishdan oldin profilaktika qilsa zo'r bo'ladi. Qush kasal bo'lib qoldi desalaring, dozasini salgina ko'paytirib, misol uchun deylik, lecheniya davrini bir 15 kun shunaqa qilsalaring ham bo'laveradi. Mana tavsiyam, nima deydi, shu qolgan haligi odamni aptekasidan olgandan ko'ra ko'p dorilar ishlab ko'rganman. Shu reseptda to'xtaganman. Tavsiya